Asta-asta o'layotgan bo'lasiz. Avtori Pablo Neruda. Tarjima qiluvchi Maryam. Ovozda Maryam. Asta-asta o'layotgan bo'lasiz. Sayohat qilmasangiz, kitob o'qimasangiz, hayot tevishlarga quloq solmasangiz, o'zingizdan huzurlanmasangiz, asta-asta o'layotgan bo'lasiz. O'z qadr-qimmatingizni yo'qotganingizda, boshqalarni sizga yordam qilg'ili qo'ymaganingizda, asta-asta o'layotgan bo'lasiz. Odatlaringizning quliga aylanib qolsangiz, har kuni o'xshash yo'lni mengayversangiz, kunlik mashg'ulotlaringizni o'zgartmasangiz, o'xshamagan ranglarni kiyib boqmasangiz yoki notanishlarga gap qilib boqmasangiz, asta-asta o'layotgan bo'lasiz. Qizg'inlikdan ko'zlaringizni parlatgan, yurak so'qishingizni tezlatgan tuyg'ulardan qochsangiz, asta-asta o'layotgan bo'lasiz. Aniqsizlikdagi xotirjamlikdan chiqishga tavakkul qilmasangiz, bir g'oyaning peshidan chopmasangiz, umringizda bir qatim bo'lsa-mu o'zingizning reallikdan halqib chiqishiga yo'l qo'ymasangiz, o'zingizni asta-asta o'ltirmang. Xushal bo'lishni unutib qolmang.